Assalomu alaykum ahli YouTube. Aynalar qandaysizlar? Zo'rsizlarmi? Salomatlik zo'rmi? O'yin nima bo'ldi? O'yin nima bo'ldi deb o'yin to'xtab qoldi aynalar qarashchi. 21-yanvar kun güzel o'yin bo'ldi. Guliston ham, Proda ham вообще zo'r o'yin ko'rsatdi-da. Zo'r o'yin ko'rsatdi. Keyin Gulistonlar birinchi gol urib edi. Mana gol urib edi. Aynalar o'yin davom berdi. Guliston zborni 1 gol, Proda 2 gol urib edi. O'yin ham tamom bo'lsa 10-15 minut vaqt qolgan edi. Gulistonning futbolist 7-raqamda o'ynag'ich, futbolist Vartaning ko'tiga apardi to'pni 3-4 kishini gallab. Prodaning zashtasi to'pni to'p jo'rtdi. Короче, birov ugildeydi, birov out deydi. Shu etib o'yin to'xtab qoldi. O'yin to'xtab qoldi. Keyin odamlar g'ush bo'lib turdi bir yerda. O'zlaringiz ham ko'rgan bo'lsangizlar. Keyin Gulistonliklar aytdi, bizda birinchi gol saflaymiz, ol gol bo'ldi dedi. Prodaliklar aytdi, oldi, ni gol bo'ldi dedi. Shu etib o'yin to'xtab qoldi. Qarni urdi shu etib turib. Hozir nasibda qar ochilgandan keyin yana o'yin dalsh продолжать bo'ladi. Sizlardan yana bir narsani so'rab qolamiz aynalar. Shu golda yana astagina повторить qilib qo'yamiz. Sizlar prosta ko'ringizlarda aytingizlar, golmi, ni golmi? Bu video bizni Prodaliklar ham ko'radi, Gulistonliklar ham ko'radi, boshqa yerdagi ham Qumsanguru, yana boshqa rayonlar ham ko'radi. Prosta o'z fikrini yozib ketadi. Shu golmi, ni golmi? Kim ko'p gol deb yozgan bo'lsa, ana shu gol, kim ko'p ni gol deb yozgan bo'lsa, ana shu ni gol. Kommentariyalaringizni o'qib qolamiz, aynalar, jonlaringiz omon bo'lsin. Nasib qilsa, pagoda ajilsin, o'yin yana dalchi продолжать bo'ladi. O'yin boshlanishidan 1-2 kun oldin sizlarga yana video qilib turib aytamiz, shu yerda o'yin bo'ladi ekan deysiz. Ya bu yerda o'yin bo'ladi, ya devda o'yin bo'ladi ekan, shu qilib aytamiz dey, yana bir video qilib chiqib. Sizlardan shuni so'rab qolamiz. Kommentariyalaringizni kutamiz, jonlaringiz omon bo'lsin. Bizning kanalimizdan uzoqlashmang. Guliston Bapesh.